Hava günden günüge sıkit barda uruk tuqqanlar. Dal mushunda qiziq havada yeyishga Allah tushirgan so'qsay, bo'lsa men qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur ignalaysiz, samsa gulish boshlali ketdi. Ketadigan materiallardan menjin, qizillazda va palakni bo'lsa suratdagidek mana mushallas to'g'rab tayyor qila olamiz. Ondan sizlarga faoliyat qilib berayotgan tosh materialdan ishlangan chaplashmas qazimizga muvofiq miqdorda suv quyib, yarim qo'shiq tuz solib, qozonni qaynatib tayyor qilib olgan menjini solib, faqat bir qaynatib olib arqadan palak va siralar to'g'rivaga lazlarni solib, bunun bir qaynatib elib, sovuq suvda ravr chayqab, qo'limiz orqali ching siqib suv miqdorini pokis saqlab etgandan keyin mana ma'noda yo'g'aroq dasga to'kib olamiz. Endi biz buningga eng muhim bo'lgan jangtansh olayli. Qachiga yarim qo'shiq tuz, az miqdorda tuz, kunjut, bir qo'shiq uvoq laza, shavsong va muvofiq miqdorda samsaq solib, keyinchalik qizitvagan meyimizni 2 bo'lib qo'yib, bizlik frost chiqarib aralashtirib o'tgandan keyin navoda sovuq sayning ta'mini sirtlati yeniga o'xshash chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning sovuq say testi qo'zidan bir qo'shiq az miqdorda achchiq suv va shamila silib aralashtirib olamiz. Cho'ng ustamning cho'nlig'i bor deb oilamiz sovuq say qilsak ta'mini keltirmagan do'stlar mushlar sinab qilinglar. Ondan baya tayyor qilib olgan menjining ustiga qiyamni to'kiblar. Ast ustini ravr suluq aralashtiriblar, taqsiga qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usul mana shunchalik oddiy, lekin ta'mi sir degandimi nayt isil chiqdi tuqqanlar. Aile çoxum bir sinab baxşınlar arziydi. Axırda haqsız bo'lgan yurakdan birini besetsanglar, sizlarning shu bir tal yurakinglar men uchun texim yaxshi mazmunlan yo'llashimga bir turtki olib qoladi do'stlar. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.